17-birinchi savol. Noma'lum alkanning 4dan 3 qismi yondirilganda 1,8 mol karbonat angidrid, qolgan qismi to'liq xlorlanganda 64 gram xlorli hosil bo'ldi. Alkanni aniqlang. Xo'p, demak dastlab alkanning miqdori bizga noma'lum, o'shaning uchun uning miqdorini 4x mol deb olamiz. Umumiy miqdor 4x mol. O'shani 4dan 3 qismi, ya'ni bu degani 3x mol. Qolgan qismi x mol, ya'ni 3x moli yondirildi. Qolgan qismi to'liq xlorlandi deb berilgan. Demak, alkan yoqadigan bo'lsak, uglerod NH2+ ni bizda birdaniga karbonat angidrid hosil qilaman. N mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. Yondirilgan miqdori 3x mol. Demak, buni miqdori 3x mol yongan vaqtda karbonat angidriddan hosil bo'ladi 3xn ga teng bo'ladi. Va bizda karbonat angidrid miqdori 1,8 molga teng bo'lishi kerak. Demak, buni tenglashtirib qo'yamiz 1,8 ga. Shuni xn topadigan bo'lsak, hop, kelib chiqadi 0,6 ga teng bo'ladi. Hop, endi alkanning x moli xlorlan, to'liq xlorlandi. Shunga ham e'tibor beramiz. To'liq xlorlaydigan bo'lsak, demak, to'liq vodorodning o'rniga xlor yozib qo'yamiz. Uglerod N bo'ladi. Vodorod o'rniga xlor, ya'ni xlor 2n+2. Bizda xlorlangan miqdor x mol. Demak, buni miqdori x mol bo'lgan vaqtda massasi demak x 12n plus hop 71n plus 71 bo'ladi. Bu degani x ko'paytirilgan, 71 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsak 83 bo'ladi. 83n plus 71, uning massasini 64 gram deb berilgan. Buni ochib chiqadigan bo'lsak, hop, 83 xn plus 71x teng bo'ladi 64 ga. Xn o'rniga 0. Hop, 16 ni qo'yaman. Demak, 83 ko'paytirilgan 0,6 plus 71x teng bo'ladi 64 ga. Shunda x ni topib olamiz. Hop, x kelib chiqadi 0,2. Demak, 0,2 ko'paytirilgan n barobar 0,6. N topadigan bo'lsak 3 kelib chiqadi. Uglerod 3 ta bo'lgan, vodoroddan 8 ta.